Qiyomat kunida hamma bir-biridan qochadi. Va kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Har bitta odam qiyomatda yakka keladi, yagona bo'lib keladi. Lekin Alloh uchun do'st yonma-yon keladi. Qiyomat kunida ham do'stingiz ajri yetmay qolgan bo'lsa berasiz, bera olasiz. Sizni do'stingiz sizga bera oladi. Shu dunyoda do'st uchun bera olmayotgan odam yolg'on gapirmasin. Alloh uchun do'stlik, Alloh uchun birodarlik juda baland narsa. Bu maqomga Alloh bizni munosib qilsin. Payg'ambar alayhissalatu vassalom qiyomatga yaqin bunday narsalar kamayib ketadi deganlar. Bir narsa kam bo'lsa birodarlar, uni qadri baland bo'ladi. O'sha qadri baland bo'lgan qimmatbaho omonatdorlik, Alloh uchun do'st, Alloh uchun bir-birimizni yaxshi ko'rishlikni hammamizga Alloh taolo o'zi nasib qilsin.